Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kamina kamtaran ko'z ojiz zastavshik haftaning ikkinchi kuni seshanba. Ya'ni bugun 9-iyun. Efirlar ba'zi sabablarga ko'ra ozgina to'xtab qoldi. Ozgina cheklanish, ya'ni lirik cheklanishli qoldi. O'zimni ozgina sog'lig'imda muammo chiqib qolganligi uchun uzr. 10-iyun chorshanba ekan. Ming bor uzr so'rayman. Sababi bo'lsa o'zim adashtirib qo'ydim. O'rtoqlar, men bu gapni aytmoqchi emasdim. Afsuski aytishga majburman. Ertaga shaharda bo'lishim kerak edi, lekin bo'la olmadim. Lekin to'g'ri 22-da Toshkentda bo'laman. Xo'p, o'rtoqlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Buxoro viloyati Qorako'l tumani Navoiy kolxoz Bahriboyat qishlog'idaman. Mana yo'lda efirga olib ketyapman. Sizlar uchun hamma narsani ochiq oydin qo'yishga men qaror qildim. Sababi gap nima demasu, men sizlar uchun har doimgidek yo'lda yurib hamma narsa qilishga tayyorman. Kamina shuni ma'lum qiladiki, viloyatlar yurib bir narsa esimdan chiqibdi. Prezidentni uyiga bormabman. Endi nima bo'ladi deb o'ylasam, keyingi safariga qoldirishga majburman. Bibixonim 105 Samarqand viloyatiga keyingi yil boraman. Xo'p, o'rtoqlar, shu kadrimni saqlab qolgan holatda bir narsani aytaman. Xudo xohlasa, keyingi yil may oyida Obskaga chiqishim bilan to'g'ri ketaman va birinchi o'rinda shu ish qilib keyin Qorako'lga kelaman. O'zi Toshkentda kutubxonada operator bo'lib ishlayman. Sababi operator bo'lish ham oson emas. Chunki yaxshi yomon gap o'tadi, asab buzadi. Ya'ni qanaqa kitobda xato ketadi, har xil vaziyat bo'ladi. O'rtoqlar, bunaqa vaziyatlar biz ko'pini ko'rib o'rdik. Xo'p, lekin dastlabki olamida umuman boshqacha. Maqtanish emas-ku, ozgina asab buzilish bo'ladi. Chunki hamma tomondan kamchilik o'tadi. Kafedan ham bizdan ham o'tadi. Bir-birimizni to'g'rilaymiz. Ishxonada ham shu. Podeshka nomi. Ya'ni kelishuv asosida bitim deyiladi nomi. Xo'p, o'rtoqlar, sizlarga shuni ma'lum qilmoqchimanki, mana Qorako'lda o'tgan hafta juma kuni 5-iyun kuni kirib kelgan bo'lsam, mana bugun neshinchi? O'sha bugun 10-iyun. Ro'pararosa vaqt tez o'tyapti. Kamina sizlar uchun doimo harakatda. Efirni to'xtatmayman. Sababi sizlar uchun doimo yo'lda yurishga tayyorman. Kimdir o'ylaydi millioner, kimdir o'ylaydi boy. Yo'q, unday emas. Xo'p, bu efir uzog'i 2-3 daqiqada internet, YouTube, Instagram kanallarida aylanish boshlanadi. Rekka chiqadigan umiddaman. Xudo xohlasa, yangi efirlarni vaziyatga qarab qo'yib borishga harakat qilaman.